Aka-ukalar, hurmaylar, assalomu alaykum. Ikkita xo'rozimizni Turkmaniston Respublikasiga berdik aka-ukalar. Anvarjon ukamizga. Ikkalasi ham aprelda chiqqan, veslari ham bir xil, 5,5 kiloli. Xudo xolasa ertalab chiqarib olamiz xo'rozlarni. Anvarjon ukamiz narxlarigacha aytib reklama qilib bering aka deb iltimos qilgan. $1,700 ga berdik ikkalasini. Hozir ikkinchisini ham ko'rsatamiz aka-ukalar. Ay joning sog' bo'linglar. Ikkinchisi bu akalar. Xudo xolasa ertalab chiroyli qilib chiqarib beramiz. Anvarjon aka, baraka toping. Xo'rozlaringiz soppa-soq. Xudo xolasa tez fursatlarda qo'lingizda bo'ladi xo'rozlar.